xuddi vali insondan so'rashgan ekan. Alhamdulillah degan har doim va har bir holimga alhamdulillah deyishni boshladim. Alhamdulillah degan sarim bildimki, alhamdulillah kamlik qilyapti va qaysi bir Allohning ne'matiga qanday qilib alhamdulillahni yetkazaman. Yurganim, turganim, har bir nafas olganim, har bir ko'zimni ochib yumganim, har bir yutinganim, har bir soniya daqiqamga alhamdulillah deyishim kerak ekan-ku. Hali yetkazolmayapman, ulgurolmayapman. Qanday qilay alhamdulillahni deb aytilganda, hali vali inson aytgan ekanlarki, aslida siz alhamdulillah deya olayotganingizga ham ketidan yana bitta alhamdulillah degan ekanlar. Shunga o'xshab alhamdulillah bu kunlarga Alloh yetkazganiga.